Andijon shahrida podstansiyada qisqa tutashuv natijasida chiqqan yong'in sababli ayrim hududlar elektrsiz qoldi. Holat yuzasidan viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi rasmiy munosabat berdi. Qayd etilishicha, 8-oktyabr kuni soat 18:32 da Andijon hududiy elektr tarmoqlariga qarashli yoyilma Nim podstansiyasi hududida elektr simlarining qisqa tutashuvi natijasida yong'in sodir bo'layotgani haqida favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga xabar kelib tushgan. Shunga ko'ra, yong'in qutqaruv ekipajlari hodisa joyiga yetib borib, yong'in 11 daqiqada to'liq o'chirilgan. Hodisa oqibatida tan jarohati olganlar yo'q. Hozirda yong'inning sodir bo'lish omillari va moddiy zarar miqdori aniqlanmoqda. Shuningdek, elektr korxonasi bir nechta hududlarda elektr energiyasi ta'minoti to'liq tiklanganini hamda ta'mirlash ishlari davom etayotganini bildirgan.